chunki har bitta mutaxassis o'zini qarashi bor. Men umuman noto'g'ri degan so'zni kam ishlataman. Faqat boshqacha qarash bo'lishi mumkin. Meditsina sohasida ham bor, bu sport sohasida ham, psixologiya sohasida ham. Bu men faqat psixologlar haqida gapirmayapman. Bu har qanaqa sohada bor. Va hattoki ota-onalarda, mana ota-ona bilan ishlaymiz deyman. Kimdir aytadiki, tarbiya uslubi bunaqa bo'lish kerak. Kimdir aytadiki, tarbiya uslubi bunaqa bo'lish kerak. Kimdir aytadiki, tarbiya uslubi qattiq bo'lish kerak. Kimdir aytadiki, bolani bemalol qo'yib ichidigini chiqazib olish kerak. Men unisini ham, bunisini ham ko'rdim. Unisini ham, bunisini ham mutlaqo bitta shu to'g'rida bo'lmas ekan, hammasini o'zini joyi bor ekan, o'zini vaqti bor ekan va o'zini me'yori bor ekan. Ya'ni o'sha bolaga qattiq gapirib, qattiq emas, aniq gapirib, chegara qo'yib shakllantiradigan, ya'ni qattiq deganda urishib degan ma'noda emas, aniq, konkret, chegarali gapiriladigan vaqti bor ekan, keyin o'sha narsa shakllangandan keyin me'yor, keyin uni ozgina kengaytirib rivojlantiradigan vaqti bor ekan.